Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Iymoningizni yanada mustahkam qiling, chunki u tashvishlarni ketkazadi, g'amlarni uzoqlashtiradi. Allohga iymon keltirganlarning yuraklari sokinlik va quvonch bilan to'ladi. O'tmishga bog'lanib qolmang. U allaqachon o'tib ketdi. Kelajak haqida ortiqcha xotir olmang. U hali kelmadi. Bugun bilan yashang va har bir kuningizni yaxshilik bilan bezang. Har bir inson uchun rizq ham, taqdir ham belgilab qo'yilgan. Shukr qiling va Allohning inoyatlariga rozi bo'ling. Zero har bir narsa uning ilmi va irodasi bilan sodir bo'ladi. Allohni doimo eslang. Shunda yuragingiz xotirjamlik topadi. Gunohlaringiz kechiriladi va g'amlaringiz tarqaladi. Hech kimdan rahmat kutmang. Sizga Allohning savoblari kifoya. Hasad qiluvchilarning yomonligi sizga zarar yetkaza olmaydi. Agar tong otsa, kechani kutmang. Buguningizni to'g'rilang. Agar bugunni isloh qilsangiz, ertangiz ham go'zal bo'ladi, inshaalloh. Yuragingizdan hasadni chiqarib tashlang. Adovat va nafratdan voz keching. Dushmanlikni unuting va qalbingizni pok his-tuyg'ular bilan to'ldiring. Yaxshilik bo'lmagan ishda odamlardan uzoqlashing. Ishlaringizni sarhisob qiling va eng avvalo o'zingizga ham, yaqinlaringizga ham mehribon bo'ling. Har bir sinov Allohning sizga tayyorlagan ulug'vor rejasining bir qismidir. Uni sabr bilan qabul qiling va iymoningizni mustahkam tuting. Har daqiqani shukronalik bilan qarshi oling. Chunki har bir narsa o'z vaqtida va Allohning ilmi bilan sodir bo'ladi. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga ikkinchi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqadi birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.